Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu haftalik istiqlol xabarlari programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqun. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, oldindan biz bu hafta huzuringizga sunmoqchi bo'lgan xabarlarimizning asosiy mazmunini diqqatingizga. Diqqatingizda Ma'rif jamiyati, ya'ni Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatida 9-oylik suhbat yig'ini uyushtirildi mavzuda xabarimiz bo'ldi. Shundaqla Erdo'g'anning Xitoy ziyorati va Turkiya bilan Xitoy orasida tuzilgan 4 turlik kelishim imzolanganligi haqida xabarimiz bo'ldi. Shundaqla Qirg'iziston Bishkekdagi Xitoy konsulxonasiga qilingan hujumni Uyg'urlarga artdi mavzuda xabarimiz bu va bundan boshqa xabarlar diqqatingizda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatida 9-oylik suhbat yig'ini o'tkazildi. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining chapidagi markaziy yig'in zalida 2-sentabr kech soat 7 da 9-oylik suhbat yig'ini ochildi. 2-sentabr kech soat 7 da Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining chapidagi markaziy yig'in zalida 9-oylik suhbat yig'ini ochildi. Yig'inga jamiyat a'zolari va Istanbulda yashayotgan Uyg'urlardan bo'lib 100 ga yaqin kishi qatnashdi. Yig'inda jamiyat raisi Hidoyatullo O'g'izxon, diniy olimlardan Abdulakimxon Maqsumajim va Ibrohim Damollam qatorliqlar so'z qildi. Yig'in Qur'oni Karim tilovati bilan boshlandi. Yig'inda Hidoyatullo hojim navbatdagi vaziyat va o'zgarishlar to'g'risida so'z qilib, dushmanning hargizmi maqsadiga yetolmaydiganligini ifodalab, navbatda duch kelayotgan musibatlar, besimlar xalqimizni uyg'otdi. Dushmanlarning elib berayotgan har xil suiqasdlik plan va urinishlari bizlarni teximiz sijil uyushish va birlashishga elib boradi. Dushman bizlarni hargizmi qo'rqitolmaydi, orqaga chekindirolmaydi, balki bizni teximi yetildiradi dedi. Oxirida Istanbuldagi o'zgarishlarga ko'ngil bilib hamkorlashgan butun dunyodagi Uyg'ur faoliyatchilarga, tashkilotlarga rahmat aytadiganligini bildirdi. Allohga hamd aytamizki, bizning dushmanlarimiz bizni qanday qilib qo'rqitolmaydi. Bizga azab berish orqali, shahid qilish orqali nima qilib qanday bir zarar bersinki, bu haq da'vodan, bu yo'ldan, bu mujodaladan bizni chekindirolmaydiganligini mana shu ekran oldida shu hodisa bo'lib 2 kundan keyin, 1 kundan keyin o'tirib turibmiz. Buni Xitoyga shunday jakalaymiz. Arqadan diniy olim Ibrohim Damollam so'z qilib, bir musulmon beshiga kelgan musibatga qanday taqobil turish kerakligi haqida tabliq qildi. Ibrohim Damollam o'z vatanini yaxshi ko'rish va qo'g'dash, o'zaro kuyunishning muhimligi to'g'risida islomiy ta'limotlarni dalil keltirib so'z qildi. Yig'inda yana Abdulakimxon Maqsumajim so'z qilib, Xitoy zulmi va besimlari to'g'risida to'xtaldi. Hamda Xitoy tajovuzchilari Uyg'ur xalqining Sharq Turkiston zaminining asli egalari bo'lib qolganligini qabul qila olmayotganligini, shuning uchun ishg'olchi Xitoy tarafidan Sharq Turkiston xalqi dunyoda hech bir inson, hatto hech bir jonliq tortib boqmagan ig'ir besim va zulmga uchrayotganligini ifodaladi. Onun uchun Alloh o'nlagan oyatda, yuzlagan oyatda "Bo'lanmanglar, bo'langanlarga o'xshash bo'lmanglar, birlashinglar, sizlar bir ummatsizlar" degan narsani dedi. Onun uchun aziz qarindoshlarimiz, shunaqaki bizning bugun siyosiy taqdirimiz, diniy taqdirimiz, her taqdirimiz bizni ahçı, kökçü, dumbaqçı, sünnetçi, bidatçı, devletçi, çoğunçu, kiçikçi degan narsadan uzoqlashishimizga, unda at quyosh orqali boshqarishning Fir'avnning qiliqlaridan bir qiliq ekanligiga Alloh subhanahu va taolo bu oyat karimada bizga ishorat qilmoqda. Xitoy Sharq Turkiston musulmonlarining jini va iymonidan boshqa barliq narsalarni tortib olganligini, amdi bo'lsa teximi haddidan eshib, shu jon va iymonni tortib olishga urinayotganligini, buningga qarab hargiz umidsizlanmaslik kerakligi to'g'risida to'xtalib, Allohning zulmga uchirgan kishiga yordam qildiganligidan iborat va'dasining haq ekanligini, Sharq Turkistonda zulmga uchrayotganlar bir yoki 2 kishi bo'lmasdan, balki necha 10 million musulmon xalq ekanligini, shuning uchun Sharq Turkiston musulmonlarining zulmdan qutulishi, g'alabaga erishishining yaqinlab kelayotganligini, Allohning yordamining pat yaqinda keldiganligiga shaksiz ishonishimiz kerakligini bildirdi. Maqsumajim so'zda yana g'alabaga erishish uchun 6 turlik shartning amaliylashishi kerakligini o'ttirg'a qo'yib, bu 6 turlik shartni bizning hozirgi ahvolimizga tatbiqlab turib, tafsili izohat berib o'tdi. Bugunga qadar necha million
mu'min muvahhid yoki necha million inson Sharq Turkiston xalqi zaminida hech qanday bir jonliq duch kelmayotgan zulmga duch kelibsa, buning qartan ancha muncha ishiga kelgan siyosatchining e'lon qilib qo'ygan bayonot hisob qilmaganda hech kim asosan ko'rinmoqlik. Manda bir holat yashayapmiz. Bizning hali yaxshi mu'min muvahhid qarindoshlarimiz mumkin qadar ash dushmanni xaf qilmaslik, o'z nima ish qilib bersak xo'shlik qash olsa, ashini ko'ngli xo'shlik qilishni qilib berib, shu zulmga davomli sabr qilib, mana sirq sifatım yavaşlık bilan yaşaşqan tavsiya qilmoqda. Manda bir ahvol duch kelyapmiz. Ba'zi arab qarindoshlar, turkbosh qarindoshlar oshining tishiga tegmisan ya. O bak kuchli ko'p xalq o. Aqaz nurg'ulgan qismatlarga duch kelasizlar. Oshining ochig'ini keldirmasan da. Shu ochig'ini keldirmas kun xalqimiz qo'ldan kelgan barliq fidokorlikni ko'rsatdik. Ammo baqaga kitap qiladi hamdi. Sharq Turkiston xalqining shu zaminda yashab qolganligining o'ziga bir razı olmoqlik hamdi. Senin yaşamaslıkın gerektim, sen bizge lazım emas, bizning adamımız köp, mazlumim bizge lazım dedik. Şu sebepten hiç qanday bir canlılık duş kelmegen zulümü duş kelyapmiz. Biz ras mu'min muvahhid olsak, bu zulümden en kısa zamanda Allah'ın rahmet kalbini nusreti qutlup ketemiz. Bizge Allah çokum yardım berdi, bu zulüm biz elbette qutlup kalbe kalemiz. Dep bununla qat'iy işiniş lazım. Uyg'urlar haj jarayonida Xitoy zulmidan qutulolmadi. Uyg'ur hojilar haj jarayonida Xitoy zulmidan qutulolmadi. Uyg'ur hojilar Xitoy bayrog'ini ko'tarishga majbur bo'ldi. Uyg'urlar Xitoyning diniy besimi va haj qiluvchilar soniga qo'ygan cheklamasi tufaylidan hajga berishda nurg'un mushaqqatlarga duch keladi. Amdilikda Xitoyning besim siyosatlari chet ellargacha kengayib, Uyg'urlar haj jarayonida Xitoyning turli shakldagi siyosiy o'g'inish tashviqotlaridan qutulolmadi. Doirlarning Uyg'urlarga bo'lgan kontrolligi va besimi ular tushgan mehmonxonalardan halqib, ibodat so'rinlarigacha kengaydi. Uyg'urlar ibodatlarini ado qilish jarayonida Xitoy bayrog'ini ko'tarib yurishga majbur bo'ldi. Shuning bilan birga Xitoydagi hajga o'rinlashtirilganlar orasidagi Uyg'urlarning nisbati kuzatuvchilarning diqqatini tortdi. Xitoy taratqullari 20 avgust Xitoydagi hukumat tasdiqi bilan Saudiya Arabistonga yo'lga chiqqan 11 ming haj tavob qilguvchi shu kuni Madina shahriga yetib borgan. BBC to'rining bu vaqtdagi xabarda 20 avgust Beijing xalqaro aerodromidan 37 dona cho'ng tipdagi aeroplan bilan yo'lga chiqqan 11 ming haj tavob qilguvchi Xitoyning Ningxia, Gansu, Qinghai, Henan, Hebei qatorliq o'lkalardan tashkillangan musulmonlar ekanligi ilgari surilgan. Xitoy Islom jamiyatining 27 avgustdagi xabarida Urumchi shahridan haj aeroplani bilan yo'lga chiqqan 342 nafar hoji Madina Munawvara xalqaro aeroportiga yetib kelganligi, buning bilan Xitoydan hajga keladigan 14500 hojining hammasining Saudiya Arabistonga kelib bo'lganligi bildirilgan. Buningdan ko'rib olishga bo'ldiki, Xitoyda hajga o'rinlashtirilgan 14500 kishining 11 mingi Xitoy o'lkalaridan bo'lib, Xitoydagi musulmonlar nufusining yarmidan ko'pragini egallaydigan Sharq Turkistondan bir yilda hajga bora oladigan kishi 4 mingga yetmagan. Sharq Turkistondagi Xitoylashtirish tadbirlari. Xitoy Sharq Turkistonda yo'l qo'ymoqchi bo'lgan atalmish 5-chi emgak kuchlarini ishga o'rinlashtirish tadbirlari tanqidga uchradi. Xinhua to'ri 28 avgust Sharq Turkistondagi 5-chi emgak kuchlarini ishga o'rinlashtirishda ko'p xil tadbirlarni yo'lga qo'ydi degan mazmunda bir xabar e'lon qilgan bo'lib, xabarning umumiy mazmunidan qaraganda bu yildan boshlab yo'lga qo'yilgan ishga o'rinlashtirishdagi bu xil tadbirlarning orqasida Uyg'urlarga qaratilgan Xitoylashtirish siyosatining asosiy mazmun qilinganligini ko'rib olg'ili bo'ldi. Xabarda bu atalmish ishga o'rinlashtirish nomidagi siyosatning Sharq Turkistonning janubidagi mutlaq ko'p sonda Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan Xotan, Qashqar, Oqsu, Atush qatorliq rayonlarni asos qilganligi alohida tilga ilingan bo'lib, bu siyosat asosliq 4 turli tadbirni o'z ichiga olgan. Bu tadbirning birinchisida mundaq deyilgan: ishga o'rinlashtirish uchun tashkillik yo'tkashni yuqori ko'tarib,
Har qaysi yezi egilik iqtisodiy tashkilotlar Sharqi Turkistonning janubidagi 5-chi emgak kuchlarini nuqtaliq qabul qilish, buningda bir oiladagi ayolni tashkil qilgan ichkiri o'lkalardagi korxonalarga berib xizmat qilgan vaqti 9 oydan oshganlarni asos qilish va ularni mukofotlash orqali ilhomlantirish. Ikkinchi tadbirda bo'lsa, emgak kuchi zich bo'lgan korxonalarni janubdagi yezi bozor kanitlarda kichik tipdagi zavod korxonalarni ochishga ilhomlantirish orqali hal qilish. Uchinchi tadbir boshqa o'lkalardagi oliy maktablarni puturib Sharqi Turkistonning janubida ishga tushgan yoki 2 yildan ortiq muqim to'xtam bilan ishga tushganlarga xizmat to'liqlamasi va mukofot berish. To'rtinchi tadbir Sharqi Turkistonning janubidagi Xotan, Qashqar, Otush va Oqsudan iborat bu 4 rayondagi Uyg'urlardan tashkil topgan 5-chi emgak kuchlariga qarata kasbiy tarbiyalash elib berib, 2018-yilgacha Xitoy tilini ularning orasida umumiy yuzlik qoplashni umumlashtirib, ularni xizmat o'rnining talabiga moslashtirish qatorliqlardan iborat. Xabarda yana mundaq mazmundagi qurlarga o'rin berilgan. Millionlagan kishini ishga o'rinlashtirish plani tuzilgan bo'lsa-mu, biroq til o'tkili qatorliq omillarning cheklamasi ta'siridan janubdagi nuqtaliq to'plarning ishga o'rinlashish vaziyati jiddiy bo'lib, ishchi qabul qilish tas va ishga o'rinlashish tas bo'lish birlikda mavjud bo'lib turmoqda. Yuqoriqilardan ko'rinib turibdiki, Xitoy tajovuzchilarining Sharqi Turkistonda yurgizayotgan atalmish 5-chi emgak kuchlarini ishga o'rinlashtirish siyosati yanada Uyg'urlarga nisbatan o'z ona tili, milliy kimligi, diniy e'tiqodiy qatorliqlarga ig'ir xavf va tahdid elib kelayotganligi oshkor bo'lmoqda. Undan boshqa Xitoy tajovuzchilari Uyg'urlarning har qanday bir o'rinda ishlashi, xizmat qilishi uchun cho'qim Xitoy tilini bilishini shart qilganligi. Shundaqla kasbiy tarbiyalash bahonasida 2018-yilgacha Xitoy tilini Sharqi Turkistonning janubidagi Uyg'ur rayonlarida umumyuzlik umumlashtirishni maqsad qilayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Qirg'iziston Bishkekdagi hujumni Uyg'urlarga artdi. Qirg'iziston davlat bexatarlik doiralari o'tgan hafta Bishkekdagi Xitoy elchixonasida yuz bergan hujum buyrug'ini Suriyadagi Uyg'urlarning berganligini va hujumning Sharqi Turkiston islom harakati tomonidan qilinganligini e'lon qildi. Kuzatuvchilar Qirg'iziston xavfsizlik doiralarining bayonlarida nurg'un gumonliq nuqtalarning borligini bildirdi. Qirg'iziston davlat bexatarlik organi 6-sentabr bir bayonot e'lon qilgan bo'lib, bayonotda 30-avgust bomba qachilangan avtomobilni haydab elchixonaning darvozasidan bosib kirgan kishining Tojikiston pasporti ishlatgan Uyg'ur ekanligi, Sharqi Turkiston islom harakatining a'zosi ekanligini tilga olgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying 7-statdagi muxbirlarni kutib olish yig'inida Xitoyning bu terrorlik hujumini kuchlik ayiblaganligini, Qirg'izistonning talabiga asosan zarur yordamlarni beradiganligini, Qirg'izistonning didoni to'liq tekshirib, jinoyatchini qo'lga tushirishni qo'llaydiganligini aytgan. Doirlarning aytishicha, Xitoy elchixonasi qartilgan hujumga Turkiyada o'ltiraqlashgan bir qirg'izistonlik yordam bergan. Qirg'iziston doirlar yana vaqadan keyin 5 nafar gumondorni qo'lga olganligini, uningdan boshqa Turkiyada yashayotgan 2 nafar qirg'izistonlikqa xalqaro tutish buyrug'i chiqarganligini bildirgan. Doirlarning aytishicha, Tojikiston pasporti ishlatgan bir qirg'izistonlikqa tutish buyrug'i chiqarilgan bo'lib, bu kishi Suriyada tarbiyalangan bomba mutaxassisi ekan. Bu kishi hujumga tayyorlik qilishga yordam bergan, lekin hujum boshlanishidan necha soat burun Turkiyaga uchib ketgan. Kuzatuvchilarning qarashicha, Sharqi Turkiston islom harakati deydigan bir tashkilotning mavjud yoki emasligi xalqaro talash tortish qilinayotgan bir masala bo'lsa-mu, Xitoy davomli bu tashkilot nomini ko'tarib chiqib, butkul Uyg'urlar va Sharqi Turkiston tashkilotlariga atalmish terrorlik qalpiqini kiydirishga urinmoqda. Yana bir tarafdan O'rta Osiyo davlatlari ichida Tojikistonda Uyg'urlarning ta'siri eng ojiz bo'lib, asosan yo'q deyarlik. Bu davlatda faoliyat elib berayotgan biror tashkilot yoki shaxs o'ttirg'i chiqib boqmagan. Qirg'iziston xavfsizlik xodimlarining Tojikiston pasportidagi bir kishini Uyg'ur deb e'lon qilishi kuchlik gumon qo'zg'amoqda. Anqara universitetining o'qituvchisi va strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akramning qarashicha, Qirg'iziston xavfsizlik doiralarining to'liq dalil isbot ko'rsatmay turibla, buni Uyg'urlar qilgan deb e'lon qilishi gumon qo'zg'aydi. Bu vaqa sababli qo'lga ilingan va tutish buyrug'i chiqarilganlar bir necha davlat va millatga chetilgan bo'lib, bu vaqani Uyg'ur tashkiloti planlab elib borgan deyish odamni qoyil qilolmaydi dedi. Bu bombani patlatgan bala Uyg'urmi emasmi, uni yaxshi bilmayman. Xo'sh. Qirg'iziston hukumatininki, xavfsizlik xodimlarininki degan gaplar bular. Xo'sh. Ham dalillarni ko'rsatganimi yo'q deydi. Yalnızlar bu birkaç fotoğrafını, resimini tüzütüpler, maşında devam ediyor.
Xo'sh. Hem de bu meseleye aralashgan en az 10'dan 100 adam var diye bu işe. Xo'sh. Hem de aralashganlarınki milletlerime xil-xil. Yani bir Uygur teşkilatının kılgan bolsa bunçilik xil-xil millet nemişki aralış oldu bununla. Eğer yalnız Uygur'un kılgan bolsa. Demek bir yerde bir ümmet meselesi mevcut. Yani milletke karmay Xitayga bir hücum kılış. Hem de nimet için Xitayga hücum kıldı, başkaya hücum kılmadı ya da Xitayga hücum kılışta çokum Uygur kıldı. Digen bu mantıklık meselelerime gumanlık yani. Çünkü her mantıklık neyse doğru bulamaydı. Xo'sh, xo'sh. Hazırca bu meseleni hem Uygur teşkilatla biz kıldık da ilan kılınımı yok. Şunu bu meseleni pek yaxşı bilmeyin. Xitay kıldı mı degen gepleme var diye. Xo'sh. Benim kılışımı bek gumanlık da görmen. Çünkü bunca xil milletten boğan ballarını hemmisini bir tutaş hareketke silip bu işini kızış bunda onay nesi emesemdi buçu. Xitoy Sharq Turkistonni qanday boshqarmoqchi? Yangi kelgan Xitoy sekretar Sharq Turkistonni idora qilish tadbirlarini e'lon qildi. Uning so'zlari jiddiy inkas qo'zg'adi. Sharq Turkistonga yangidan tayinlangan Xitoy sekretari Chen Chuango bu yerdagi jallodlik vazifasini topshirib elib ikkinchi kunila Sharq Turkistonda nima ishlarni qildiganligini, Sharq Turkiston xalqini qanday kontrol qilib boshqaradiganligidan iborat bir qator siyosat programmalarini e'lon qildi. Xitoy Markaziy radiosining Uyg'urcha bo'limi bu haqda tafsiliy ma'lumot bergan bo'lib, Chen Chuango ismli bu Xitoyning e'lon qilgan siyosatlari har doim muqimlikni qo'g'dash uchun baldur tutush, dastlipida tutush, tez tutush, yaxshi tutishni texmi ching tutush. Buningda hamma kishining mas'uliyati bo'lish, hamma kishi bu mas'uliyatni to'liq ado qilish, muqimlik va abadiy amallikni ishga oshirish uchun barliq chora tadbirlarni amaliy ijro qilishni ishga oshirishni markaz qilgan. Xabarda bu Xitoy amaldorining so'zlari tafsiliy o'tirg'i qo'yilgan bo'lib, uning so'zlari Uyg'ur kuzatuvchilarining kuchli inkosini qo'zg'adi. Sizce Jiang Chunshanning ketib buning kelishida Jiang Chunshan bu yerda Sharq Turkistonda elib borgan siyosatda ijroatlarda mag'lub bo'lganlik uchun elib etildimi? Bu shaxsiy fikrlaringizni bilan bakamız. Rahmat, alhamdulillah meni shu stadionlarga taklif qilib bu programmaga qatnashtirganlarga alayda rahmat aytaman. Endi bu Xitoylarning bu Sharq Turkistonda tajovuzchilik elib berayotgan vakillerini tuyuqsiz almashtirishi bu axborot vositalari biroz keng o'rin olgan bo'ldi. Buningga bizning Uyg'ur analizchilarimiz ve bazı Xitayning analizchilari o'zining ko'z qarashini o'tirib qo'ygan bo'ldi. Buningga nisbatan mening o'zimga qarta bir o'ylaganlarim, buningdan his qilganlarim bor. Buni o'rtoqlashsak bo'ladi. Buningda ham de Xitoyningki hammamiz bilamiz Sharq Turkistonga başta Wang Zhen'den tatip, keyin Wang Yimou, keyin biz bildiğin uzaqroq to'g'anlardan Wang'lığı Chuan, ondan keyin Jiang Chunshan hozir bo'lsa Chen Chuango'ni ekilib tayinlishi bu faqat bu Beijing Xitoy tajovuz hukumatining faqat Sharq Turkistondagi vakolatchisidan iborat. Ya'ni tajovuzlikni ijro qiladigan, bu yerda zulmni shohid bo'ladigan va shu zulmni o'z qo'li bilan ilib boradigan bir jallidilar xolos-ku. Bu faqat buning qilayotgan ishlari, buning har bir so'z harakati, buning ijro qiladigan qilmishlarining hammasi faqat shu Beijing Xitoy markaziy hukumatidan buningga siyosat belgilandi, buni tarbiyalaydi, buni qanday mengishni o'tirib qo'pishni, hattoki qanday muomalada bo'lishda tatib buni o'rgatadi-ku. O'rgatgandan keyin bu shu artistlikni, shu rolni olib chiqadi deydi Sharq Turkistonda. Hamda uningdan burun biz yaqin Türkiye bilan Xitoy arasida 4 turli kelishim imzolandi. Xitoyda ochilgan 20 davlat guruhi boshliqlari yig'inida Türkiye davlat raisi Recep Tayyip Erdoğan Xitoy davlat raisi Xi Jinping bilan ko'rishdi. İki taraf arasida 4 turli kelishim imzolandi. Xitoyda ochilgan 20 davlat guruhi boshliqlari yig'ini qatnashish uchun borgan Türkiye davlat raisi Recep Tayyip Erdoğan Xitoyning Hangzhou shahrida Xitoy davlat raisi Xi Jinping bilan ko'rishdi. İki taraf arasida 4 turli kelishim imzolandi.
İkincisinde bir iki devlet rehberleri hayatları ara uçuruş ile bargan bulup, uçuruşta 4 türlük kelişim imzalangan. Xabar qilinishicha, Turkiya Energiya va tabiiy boyliqlar ministrligi bilan Xitoy Davlat Energiya idorasi orasida sijil energiya hamkorligi va ko'mir sohasidagi hamkorlik kelishimi imzolangan. Turkiya Atom Energiya idorasi bilan Xitoyning yadro bexatarlik idorasi orasida yadro bexatarlik sohasidagi hamkorlik kelishimi imzolangan. Turkiyaning Antep pistasini Xitoyga eksport qilish kelishimi imzolangan. Shuning bilan birga Erdo'g'anning Sharq Turkiston haqida so'ralgan savolga bergan javobi diqqat tortdi. Erdo'g'an Xitoyning Xanju shahrida ochilgan 20 davlat guruhi boshliqlar yig'inidan keyin muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazdi. Yig'inda bir Xitoy muxbir Erdo'g'andan Sharq Turkiston to'g'riliq savol so'radi. Erdo'g'anning savoliga udul javob bermasdan agib o'tib ketishi inkas qo'zg'adi. Erdo'g'an muxbirlarni kutib olish yig'inida Xanjuda ochilgan G20 boshliqlar yig'inining ahamiyati 15 iyuldagi amalga oshmagan harbiy siyosiy o'zgarish urinishi, musofirlar masalasi, terrorizm va yangi Ipak yo'li qurilishi qatorliq masalalar ustida to'xtalgan. Muxbirlarni kutib olish yig'inining savol-javob qismida Erdo'g'an bir Xitoy muxbirining siz Xitoy davlat raisi Xi Jinping bilan o'tkazgan uchrashishingizda Sharq Turkiston masalasi to'g'risida so'zlashdingizmi? U yerdagi islomiy harakatlar to'g'risida so'zlashdingizmi? Xitoy bilan terrorizmga qarshi kurashda hamkorlik o'rnatish bo'yicha ro'shan holda qanday ishlarni qilasiz degan savoliga bevosita javob bermasdan umumiy shaklda agib javob berdi. Biz bu haqda strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram bilan suhbat elib bordik. Hamda Erdo'g'anninki doktorimiz shu 4-sentabr'dagi Xitoy raisi Xi Jinping bilan ko'rishishiga kelsak, bu ko'rishishlardan siz albatta yaqindan ta'qib qilib turdingiz. Buni qanday nimalar so'zlashildi, qanday his qildingiz masalan, har ikki yil tarafninki so'zlari. Shunaqla Erdo'g'an keyin muxbirlarni kutib olish yig'indimi bir Xitoyniki shu siz Xitoy raisi Xi Jinping bilan o'tkazgan uchrashishingizda Sharq Turkiston masalasida so'zlashdingizmi? Xitoy bilan terrorlik qarshi turish kurashida hamkorlik o'rnatishda qanday ishlarni qilasiz? Turkiyadagi Xitoy fuqarolarining Turkiyadagi zo'ravonlik vaqalarining ta'siriga uchirmasligini kafolatiga qilish uchun qanday ishlarni qilasiz degandek bu 3 turlik savoliga Erdo'g'an tafsiliy holatda javob bermay noiti yig'inchoqlab o'ziniki Xitoy raisi Xi Jinping bilan terrorlikda mayli Xitoyda bo'lsin, nada bo'lsin islom bilan birga keltirishga bo'lmaydiganligini degandek umumiy bir jihatda har qanday yerda berayotgan bir javob berib o'tib ketdi. Mushu masalalarga siz qanday qaraysiz? Kelgusidagi bu berilgan narsa Xitoyda qanday kelishimlar bo'ldi? Sharq Turkiston masalasi Turkiyadagi qanday ta'sirlar elib keldi bundan keyingi mush masala haqidagi fikringizni baqsaq. Türkiye bilan Xitoyninki munosabati burunga qarag'an chaqda bundan keyin yaxshi qarab mangdi deb o'ylayman. Buningki bir sababi hozir Turkiya taraqqi qilayotgan bir davlat bo'lg'achqa. Xo'sh. Eng ko'p mushu mablag' bilan texnikaga ehtiyoj bor. Her ikisini Xitoy men bera olmayman deyapti. Yani bir sebep olsa bu Türkiye G'arb devletler bilan munosabati bag'ansiri yiriklashyapti. Bo'libmi shu O'rta Sharqdagi siyosati G'arb devletleriniki Amerikanınki bu rayondagi siyosati bilan moslashmayapti. Xo'sh. Türkiye o'zining manfaatiga qarab bu yerda siyosatni ilib bag'ashqa bu G'arb devletler bilan munosabati yiriklashyapti. Bunda bir paytda Rusiyadagi va ya Xitoydagi devletler bilan munosabatni yaqin qilish G'arbga taqabul turish degan bir taktikdan topayli yine Xitoy bilan yaqinlashishga majbur qiladi. Xo'sh. Onundan başqa Xitoy yaqinqi 3 yildan beri Yeni İpek Yolu stratejisini amalga oshirishga tirishyapti. Bu stratejininki maqsadi Yevropa ve Xitoy bozorini bog'lamak, birleştirmek. Şundaqla dünyanınki iqtisodiningki %60 ve 70'ni qo'lda tutmoqchi. Bundaq bo'lgan taqdirda Xitoy jahongir davlat bo'la oladi. Shuningga bu Yeni İpek Yolu stratejisi Xitoy uchun nihoyatda yadroliq bir mesele. Ama bu dengizden mangan İpek Yolu'dan sırt, şu kuraklıktan Şark Türkistan'da çıkıp Orta Asya, İran, Türkiye'nin ki İstanbul Boğaz'dan onun denkin Avrupa'ya bağlanıldı. Hoş. Şununla bu stratejide
Türkiye'ninki ekmeti bağan siri Xitay üçün dağıtımı bağan siri ekmetlik buluvatıdı Türkiye. Çünkü Rusya'dan mağdığan bolsa inisiyatifini Rusya'ya tapşırıp koyuldu. Ama hazır ben degендek Şarkı Türkistan oturası İran Türkiye mıdan mağsa inisiyatifinin bir kısmı Xitay'ın kolluğu buldu. Şununla Xitay şu Türkiye'den ötüşünü bekle küçtüdü ve Türkiye'ye tömür yolununki yenileş, tızlık poyuzununki projeni amelge aşırış degендek muşu cettimi Türkiye'ye tekliflerini birivadıdı. O'zbekistonning vaqtliq yangi prezidenti e'lon qilindi. O'zbekiston parlamentining yuqori palatasi qaror ma'qullab, hozirgi bosh minister Shavkat Mirziyoyevning vaqtliq prezident bo'lganligini e'lon qildi. Yana bir tarafdan O'zbekiston o'qituvchilarining rahbari Muhammad Salih o'zining O'zbekistonga qaytish orzusini oshkorladi va buning uchun xalqaro jamoatchilik va Turkiyaning qo'llashiga erishishni umid qilganligini bildirdi. O'zbekiston parlamentining yuqori palatasi qaror ma'qullab, Shavkat Mirziyoyevning vaqtliq prezident bo'lganligini e'lon qildi. Shuning bilan birga O'zbekiston o'qituvchilarining rahbari Muhammad Salih o'zining O'zbekistonga qaytish orzusini oshkorladi va buning uchun xalqaro jamoatchilik va Turkiyaning qo'llashiga erishishini umid qilganligini bildirdi. O'zbekistonning asosiy qonunida agar prezident o'lsa yoki vazifasidan qoldirilsa, parlament boshlig'i 3 oy vaqtliq prezidentlik vazifasini o'tab turadiganligi belgilangan. O'zbekistonning yangi bir navbatlik prezidentlikka tayinlangan Shavkat Mirziyoyev bo'lsa, 2003-yildan beri O'zbekistonning bosh ministerlik vazifasini o'tab kelayotgan edi. 8-sentabr O'zbekiston Davlat Majlisi Karimovning o'limidan keyin tunji qatim yig'in ochgan bo'lib, bu yig'inda Shavkat Mirziyoyevning yangi bir navbatlik O'zbekistonning prezidenti bo'lganlik qarorini chiqardi. Lekin O'zbekiston doiralari yangi prezident uchun elib beriladigan cho'ng saylamning vaqtining qachon bo'lganligi to'g'risida aniqlama bermadi. Doirlar tarafidan Karimovning o'limidan keyin uning dafni ishlariga mas'ul bo'lib yetakchilik qilgan Shavkat Mirziyoyevning prezident bo'lish ehtimolligi kuchlantirilgan edi. Islom Karimov 2-sentabr vafot bo'lgandan keyin O'zbekiston parlamentining raisi Nig'matilla Yo'ldashev vaqtliq prezidentlik vazifasini o'tab kelgan. Reuters agentligining ba'zi manbalardan naql qilib aytishicha, Yo'ldashev ancha tonilmagan bir shaxs bo'lib, o'zining tajribasiz ekanligini aytib, vazifasidan ayrilgan. Shuning bilan birga O'zbekiston hukumatiga qarshi bo'lgan o'qituvchi partiya Arik Demokratik partiyasining raisi Muhammad Salih ifoda bildirib, agar Karimov guruhidan birarsi hokimiyat beshiga kelsa, O'zbekistonning ichki va tashqi siyosatlarda hech qanday o'zgarish bo'lmaydiganligini ta'kidladi. O'zbekistonning 27 yildan buyon butun qo'shnilari bilan surkilish paydo qilganligini, Karimov bilan do'st bo'lgan bir rahbarning yo'qligini, lekin o'zbek xalqining farqli bir siyosiy qarashga intilganligini, buning uchun xalqni tushungan, krizisdan qanday chiqishni bilgan, dunyo siyosatini bildigan, xalqning dardiga yetadigan, xalq ichidan chiqqan bir kishining bo'lishi lozimligini bildirdi. U o'zining hokimiyat beshiga kelsa, Türk dunyosining birligi uchun kuch chiqaradiganligini, şunu Türkiye'nin qo'llashiga erishishni umid qilganligini ta'kidladi. Türkiye'nin Suriye'deki harbiy hareketi 3. bosqichga qadam qo'ydi. Türkiye armiyasining Suriye'nin shimolida boshlagan Firat qalqini hareketi yangi bir bosqichga qadam qo'ydi. Türkiye Suriye chegarasidagi 98 kilometr uzunlikdagi rayon Türkiye armiyasining kontrolligiga o'tdi. Türkiye armiyasining Suriye'nin shimolida boshlagan Firat qalqini hareketi yangi bir bosqichga qadam qo'yishi oldida turmoqda. Türkiye armiyasi ilgari keyin bo'lib 2 joydan Suriye'ga kirdi va bu 2 joy tutashtirilib, Türkiye Suriye chegarasida 98 kilometr uzunlikdagi rayon Türkiye armiyasining kontrolligiga o'tdi. Daeshning Türkiye bilan bo'lgan chegarasi uzib o'tildi. 24 avgust Türkiye armiyasi Türkiye'nin Gaziantep viloyati Karkamish nahiyasi orqali Suriye'ga kirdi ve şu günler Daeshning kontrolligidagi Jarablus shahriga yetib keldi. Suriye'deki o'qituvchi qurolli kuchlar bo'lgan Erkin Suriye armiyasi Türkiye armiyasining qo'llashi ostida davomli ilgirlab atrofdagi yezi bozorlarni kontrolligiga oldi. 3-sentabr Türkiye armiyasi bayonot e'lon qilib, Firat qalqini hareketining 2 bosqichga kirganligini, Türkiye tankilarining Erkin Suriye armiyasining hareketini qo'llash uchun Türkiye'nin Kilis viloyatining Albayli nahiyasi orqali Suriye'nin Çobanbey nahiyasiga kirganligini e'lon qildi.
Türkiye Baş Ministeri Binali Yıldırım 4 sentabr'dagi bir televiziya nutqida Halepning shimoliy qismidagi Aziz Bazirdan Jarablusgacha biz 91 kilometr uzunlikdagi chegarani butunlay kontrol qildik. Terrorlik tashkiloti butunlay tozalandi dedi. Fransiya axborot agentligining xabar qilishicha, Turkiyaning harbiy harakati o'xshash vaqtda Amerika qo'llayotgan kurd qurolli kuchlarga og'ir zarb bergan. O'tgan 5 yilda kurd qurolli tashkilotlari ta'sir kuchini Fırat daryosining sharqidan g'arbigacha kengaytib, Türkiye chegarasiga yaqinlab kelib, Turkiyaga xavf shakllantirgan. Turkiya davlat raisi Erdo'g'an bu haqda Suriya kurdlarining chegarada terrorlik koridori qurishiga ruxsat qilmaydiganligini ta'kidlab keldi. Turkiya taratqullari Turkiyaning Suriyadagi harbiy harakatining 3-bosqichga kirganligini, Erkin Suriya armiyasining Turkiya armiyasining qo'llashida davomli ilgirlaydiganligini, keyingi nishonning Suriyaning Albab shahri bo'lishi mumkin ekanligini ilgari surdi. Shuning bilan hozirgacha Erkin Suriya armiyasi Turkiyaning yordami bilan 700 kilometrdan ko'p joyga ichkirlab kirib kontrol qilib oldi. Xitoyning Obamani ko'zga ilmasligi zo'r inkas qo'zg'adi. 20 davlat guruhi boshliqlar yig'iniga qatnashish uchun Xitoyning Hangzhou shahriga kelgan Amerika prezidenti Barack Obamaning aerodromda uchirgan muomalasi munozir qo'zg'adi. New York vaqt gazetasining xabar qilishicha, Obama o'ltirgan aeroplan havo armiya 1-nomer aerodromiga yetib kelganda kutilmagan voqealar yuz bergan. Obamaga boshqa davlat raislariga tayyorlangan aeroplandan tushish pashtiqami keltirilmagan. Xitoy amallik saqlash xodimlari muxbirlarni ayirish lentalari bilan to'sib olgan va rasmga tortishga yo'l qo'ymagan. Xabarda muxbir o'zining Oqsaroyda xizmat qilgan 6 yildan buyon bundoq ahvolga uchrab boqmaganligini yozadi. Oqsaroyning xizmatchi xodimlari Xitoy bexatarlik doiralariga buning normal diplomatik qoida emasligini aytib norozilik bildirganda, bir Xitoy amaldor bu degan bizning davlat deb varqirgan. Obamaning davlat bexatarlik ishlari maslahatchisi Susan Rice to'siqning ostidan o'tmoqchi bo'lganda Xitoy bexatarlik xodimlari qo'pollik bilan to'sib olgan. Kutilmagan ishlar buning bilan tugamagan. Obama aeroplanning oldi qismidagi palampaydan tushmagan. Aksicha aeroplanning o'rta qismidagi bir eshikdan chiqqan. Odatda yuqori ehtiyot holatida prezident bu eshikni qo'llandi ekan. Taratqularda tarqalgan rasmlarda Obamaga aeroplandan tushganda qizil gilam silib berilmaganligi alohida tilga ilingan. Lekin boshqa davlat rahbarlari aeroplandan tushganda palampayga qizil gilam silib berilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi atsi ifoda bildirib, Amerika amaldorlarining Xitoy doiralarining o'rinlashtirishlariga bo'ysunmaganligidan bu ishning kelib chiqqanligini bildirgan. Meksikaning Xitoydagi sobiq bosh elchilaridan biri bu haqda buni qasddan o'tkazilgan saballik deb qaraydiganligini bildirgan. Chunki bundaq ishlar kichik tafsilotlargacha inchki planlanadigan bo'lib, bunda xatolik yuz bermaydi ekan. Kuzatuvchilar bu ishning ikki davlat munosabatiga bo'lgan ta'siri, shuningdek bundan keyingi Xitoy va Amerika munosabatlari haqida o'z ko'z qarashlarini o'ttirg'a qo'yishdi. Obamani ko'zga ilmaganligi to'g'riliq. Siz buni qanday qaraysiz? Oldindan shunday boshlasak. Keyingi shu 500 yillik xalqaro munosabat tarixida her daim yeni yükselgen güç mevcut Cihangir güçke meydan okugan. Köpüncü zaman kan bile ahırlaşkan. Bunda bir peyte hem de bugün Amerika dünyanın ki mevcut Cihangir devleti. Xitay bolsa yükselgen bir devlet. Şunlaşka bu tarihten boğan bu tecrübe savaktan töpeyle Amerika Xitay'ını Amerika'nın ki bütün şu halkaravi bir menfetige meydan okuyduğum manda bir devlet de körüyordu. Yani manda diyen vaxtıda Amerika'nın ki stratejik rakibi diyen gibi. Bunu bazı düşman da tercüm kısım buldu hem de. Bunda bir peytte hem de iki devletin arasında talaş tartış çıkışıma normal görünüyordu. Bu sebepten tübeyle bu ebemizde bütkendek aydırımdan şu halkaranın ki sahnede bu da kıcığın içinde atma. Çıkma eleke uruş cidalini kösetmemiz de biz aramında cim turuştu. Hem de Prezident Obama'mı Eydiğanı dedi, misal kişilik hukukuydu, Cenab-ı Xitay deniz meselesi deydi. İki devletinin arasındaki münasebet deydi. Nurgun şu 40 netçe mezmunda paran kıldı, bula müzakir kıldı. Görünüşte
bu iki devletin arasında şu jığında cık bir cidal uruş talışıp gitmesi mi? Aslında her iki tarafın biliyordu birbirisiyle rakip aldı. Bunun için bu iki devletin arasındaki cidaller veya talaş tartışlar yani hıl minberlerde yine ayan buludu deb o'ylayman. Sharqiy Janubiy Osiyo Ellari ittifoqi boshliqlar yig'inida Xitoyni bearam qildigan ishlar o'ttirg'a chiqdi. Laosda ochilgan Sharqiy Janubiy Osiyo Ellari ittifoqi boshliqlar yig'inida Xitoyga qarshi noroziliklar o'ttirg'a qo'yildi va harakatlar elib berildi. Amerika prezidenti Barack Obama Janubiy Xitoy dengizi masalasidagi maydonni ta'kidladi. Yaponiya yana Filippinga harbiy yordam va'dasini berdi. Xitoyning Hangzhou shahrida ochilgan G20 yig'inidan keyin Amerika prezidenti Obama va Yaponiya bosh ministri Abe Shinzo qatorliqlar Laosga berib, Sharqiy Janubiy Osiyo ellari boshliqlar yig'iniga qatnashdi. Xitoy Janubiy Xitoy dengizining tamoman degidak o'ziga tava deb qarab, egilik huquq masalasidagi pozitsiyasini qattiqlashtirgan bir mezgilda Barack Obama Laosda Amerikaning Osiyo Tinch okean rayonidagi mavjudligi, dengiz yo'lining ochiq bo'lishi va kishilik huquq masalasi haqida so'z qildi. U so'zida Amerikaning rayondagi kichik davlatlarning manfaatini qo'g'dashni davom qildiganligini ta'kidladi. Shuning bilan birga yig'inda Yaponiya yana Filippinga paraxod va aeroplan ta'minlab berib, Filippinning dengizni chorlash va qonun ijro qilish iqtidorini oshirishga va'da berdi. Ikkili davlatning Xitoyning dengizdan keladigan tahdidiga uchrayotganligi ilgari surildi. Laosda Sharqiy Janubiy Osiyo ellari boshliqlar yig'iniga qatnashayotgan Yaponiya bosh ministri Abe Shinzo 6 sentabr Filippin prezidenti Duterte bilan ko'rishgan. Abe Shinzo Filippinga yana 90 metr uzunlikdagi 2 charlash paraxoti va 5 razvedka aeroplanni ta'minlab berdiganligini, buning bilan Filippinning dengizni chorlash va qonun ijro qilish iqtidorining kuchaydiganligini e'lon qilgan. Egilincha Yaponiya bundan burunmi Filippinga bu xil yordamlarni qilgan. Filippin amaldorlarining aytishicha, Duterte uchrashishda Yaponiyaning yordamiga rahmat aytgan va Yaponiyani ziyorat qilish taklifini qabul qilgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelar qatimgi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.